Sizlar nima deb to'laydi qizlar? Amaliyot mendan chosh, mendan choqqan, mendan aqlli qadam yo'q. Lekin men ufni og'zini ochamay necha kun bo'ldi ishlatamadim demaysizlar. Hech beram sen mana go'mush deb. Bunda tasi ichildi ekan, bu cho'rmayotganmiz, tadi ekanmiz. His qildim go'mushligimni. Beset ishlatgim kelib demaysizlar. Men ufni olgan qizlar imkonsizlar nima deydi? Pek imkons beribsizlar bu pekmizlikanda, biroz pekmizlikchimi? Buni hamda men bu qanaqa o'rindaymiz? Men quloqniki oqi. Men yunib chiqibchi. Maya, ko'ksinlarning o'tirlariga, jiriqlaringlarga surib olsanglar pek xush biroq. Chunki bir qadar endi hammadan o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi o'g'il qizlar pek talaydi-ku, ajoyib bir xil puraqlik talaydi-ku. Ba'zi semiz qizlar bor taligini bilan puraq chiqmaydi-ku. Lekin ba'zi bir odamlar bo'yligi purash bu bir ayib emas. Diqqat qilmaslikning o'zi bir ayibchi. Shuningmi shundaq ko'ksinlarning ostiga, o'tirlariga, ba'zilarning bor bunday yerilgan ehvollar bo'ldi ekan-ku, chaplashib turgan ekan. Jiriqlaringlarga bunday bir ishlatib baxsanglar bo'ladi. Chunki har vaqt yaxshi narsalardan bahramlab keldim. Purqiras pek xush biroq, pek mizli qizlar 29 qo'y bir olib qo'ysanglar necha ishlataysizlar. Endi bunday beden meyi sürüşünü yaxshi ko'rmaydigan qizlar. Men nurg'un zavodda nurg'un beden meylarini sepib berib ketdi, lekin men yana ufbuni yaxshi ko'rdim. Chunki bu qurg'oq bo'lgan ketdi. Nurg'un beden meylarini tavsiya qilsizlar qurg'oq chiqadi deb. Lekin endi hammadan yaxshi ko'rish o'xshash bo'lmagandek. Unda bo'lsa, meni yana bir qatim eslataymi? Ish qilib oldin qatim tavsiya qilib bergandim, bir qatim nurg'un qizlar ilib bek yoqtiribsizlar. Mana shunday yaxshi narsalardan bahramlab bergan qizlar. O'zim avval ip beqib, ishiltib beqib, pul oldim meni uchun o'zim ishiltib yaxshi ko'rgan narsalardan bahramlayman. Yamping sepmagan mollar bor, lekin Çıxyalarını yaxşı görmedim qızlar. İşyansanlar bir günde bunca adam izleydi o yamping sepib berayli deb. Lekin ularning yampingini ep qo'yib, menga yarmay qolsa, o'zim xijil bo'lib qolmaydi. Men odatda mal olsam inkosiga qarab, andan keyin shu yaxshi inkos bilan nachar inkosni selishtirgan holatda 80% dan yuqori yaxshi inkos bo'lsa, o'zim ilib, yaxshi ko'rgan narsamni ondan sizlarga bahramlayapman. Shu pulinglarning israf bo'lib ketishidan faqat ansirmanglarchimi? Unda bo'lsa, meni seri qarab esib qo'ydim, necha ishlataysizlar. Purqiras, ras payzi. Endi hammadan yaxshi ko'rish o'xshash bo'lmaydi, lekin men ufni 99% xaridorlar yaxshi ko'ribdi. Purqi haqiqatan bo'ladi. Shu 29 qo'y pulinglarga arzib o'tib ketadi-chimi? Men odatda 100 qo'ylik plan ishlatdim, lekin furqi chabida o'xshib qolgan. 29 qo'y nima dersan? Unda bo'lsa, kirmislarni to'smabek, go'zalbek, chiroyli, shuyni bo'lib bir talaydigan qizlar surib, bir eronlarning yerda xush biroq tatliq purab yetinglarchimi? Unda bo'lsa, isvatdim, hargiz ishkilanmanglarchimi? 29 qo'y pul. Iyad qo'ysanglar, miyat yo'q.